Koreyada bozorlik rubrikasi yana qaytdi. Menda yaqinda imtihonlarga tayyorgarlik boshlanadi. Shuning uchun bir haftalik ovqatni pishirib qo'ymoqchiman va bugun nimalar zakaz qilganimni birga unpacking qilamiz. O'zi yirtib ko'rib bo'pti demanglar, bu mana shunaqa yirtilib kelgan, ochilmagan. Yana gapirasizlar-yu. Ochib ko'rib keyin biz uchun отдельно ochib ko'ryapsizmi deb. Yo'q. Unchalik besabr emasman. Birinchisi granola. Bu ertalab uchun mana shunaqa sog'lom granola oldim. Endi freshga o'tamiz. Mana bunaqa muzlatilgan tovuq go'shti va mana bunaqa farsh zakaz qildim. Sразу холодильникka qo'yib qo'yamiz. Bunaqa ananas zakaz qildim. Bu meni detox nimam uchun, smuzim uchun, sog'lom smuzim uchun. Keyin kartoshka zakaz qildim. Вроде yomon emas. Keyin mana bunaqa yogurt zakaz qildim. O'sha yogurtim ozgina qolgan ekan. Yogurt zakaz qildim. Oh my god, selderey zakaz qilgandim. Buni ko'taligini. Men buni 1 yil yeyman, qo'shnilarim bilan birgalikda. Mana bunaqa огромный selderey keldi. Men buni juda ham arzonga oldim. Men bitta narxini qoldiraman. O'zbekistonda bundan qimmatroqmi shunchasi yoki arzonroqmi? Meni yarimim. Va shunaqa oddiy ichadigan suv zakaz qildim. Shunaqadan 2 ta zakaz qildim. Bilsanglar kerak, Koreyada hech kim krandan suv ichmaydi. Va shu jumladan men ham sog'ligim uchun. Va oxirgisi mana shunaqa kivi zakaz qildim. Bu ham mana shu detox nimalar uchun. Shu bilan tamom. Narxi nech pul chiqqanini men bitta yozib qoldiraman. Ko'rganingiz uchun rahmat. Bye.